Men o'zi dual ta'lim haqida shu texnikumdan eshitganman. Birinchi marta kelganimda shu yerda bor ekan dual ta'lim. Dokumentlarimni topshirganimdan keyin suhbat asosida o'tganman o'qishga. Dual ta'limda o'zi 2 kun o'qish va 3 kun amaliyot. Dushanbadan chorshanbagacha amaliyot o'taymiz. Payshanba va juma kunlari o'qish bo'ladi bizda. Shanba va yakshanba dam olish. Men hozir amaliyotni Turon Plazada o'tyapman. Bizni har hafta har xil bo'limlarga o'tkazishadi. Hozir men resepsiyondaman. Bizda texnikumda 2 kun dars bo'ladi va 3 kun amaliyot bo'ladi. Men esa shu texnikumda o'tilgan darslar bilan amaliyotda o'shani sinab ko'rib bajarishim mumkin. Amaliyotda bizni o'zimizning ustozlarimiz bo'ladi. Shu amaliyotda barcha sohalarda bizda o'rgatishadi. Bizda dual ta'limda sharoitlar o'qishda erkinlik, yana ish bilan ham ta'minlashi mumkin, yana boshqa davlatlarga yuborishi mumkin. Dual ta'lim o'zingga albatta yoqadi. Chunki ish tomonlama ham, o'qish tomonlama ham hammasi yaxshi. Chunki bir vaqtda ikkalasini ham olib borsa bo'ladi. O'qishni bitirganimdan keyin o'zimni shaxsiy mehmonxonamni ochmoqchiman. O'zim bir ikkita tanishlarim bor, o'rtoqlarim bor, ishsiz. O'shalarni men bilan birga ishlashni xohlayman. Shuning uchun o'zimni shaxsiy mehmonxonamni ochmoqchiman. Mendan keyingilarga hech qachon taslim bo'lmasliklarini aytib qolaman. Chunki o'qisa, albatta harakat qilsa, hamma narsaga erishsa bo'ladi.